manda bahona. Men bolalarga juda ham zo'r tushuntiraman. Nimaga alish bo'lmayapti? Yer ozuqada aylanib turibdi. O'qituvchi dars o'tyapti, quyosh chiqyapti, alish registratsiya qilingan, metrolar kelyapti, ishlayapti avtobus, ota-ona pul to'layapti. Ruchkan yozib turibdi, xonaga sevit kelyapti, o'qituvchi ishlayapti, assistent ishlayapti. Kim ishlamayapti? Sen ishlamayapsan. Bu yoqda mexanizmda ishlamayotgan buzuq funksiya sen lattasan deyman. Keyin uni o'ylaydi. Rostdan deyman, jim turadi. Rostdan deyman, ha deydi. Sen ishlasang hammasi ishlab ketadi. Qolgan hamma narsa ishlayapti atrofingdagi. Hatto yoningdagi o'rtoqlaring ham ishlayapti. Bitta sen ishlamayapsan. Bu yoqda buzuq mexanizm sen. Bola o'zi tan oladi. ishlaydi. Odamga ta'sir qilish kerak. Agar chin yurakdan ta'sir qilsa bir xil aytadi. Masalan, kanalda yaqinda bo'ldi endi. Latta degani uchun xafa bo'libdi. Qiz bolalar bor, boshqa. Latta deb bitta odamga aytilmayapti-ku. Har bitta odamga aytilyapti. U odamni o'zgartirish uchun o'zgar degan ma'noda. Qachon odam o'zgaradi? Mana bu chestiga ta'sir qilsa, menga ham kimdir aytadi, chestimga ta'sir qiladi, g'ururingga tegadi, o'shandan keyin o'zgarasan. Bir xilla o'zicha bunaqa yasaganda, latta desa odam qalbiga ozor berasiz. Kamsitasiz, u kamsitish emas. Hech kimni qanaqa nochor odamni men bor bunaqa demayman-ku. Kimdir to'g'ri qilyaptimi, uni tan olish kerak. Kimdir zo'r qilyaptimi, uni tan olish kerak. Chunki u zo'r. Bo'ldi. Sen o'zingda yomon narsalar bormi? Tan ol va o'zgar. Juda ham zo'r